Просто deb yuvsalaring yuzingni travma oladi. Sarvinoz bilan uyda hozirgi rubrikasi. Xo'sh, bugun biz sizlar bilan birinchisini boshlaymiz. Bugun sizlar bilan penkada yuzni yuvishni o'rgataman. Sababi juda ko'p qizlarda penkani noto'g'ri yuvadi. Davay boshlaymiz. Birinchi bo'lib yuzimizni ho'llab olamiz. Penkamizdan olamiz. Menda bixalik, sababi chorna tochka kirasi zo'r ishlaydi, zo'r tozalab beradi. Uncha ko'pir qo'limizda penkani yumshatib olamiz. Yuvish texnikasida 1 minutlik qoida degan narsa bor. 1 minutdan ko'pi уже ko'p 60 sekund. Ya'ni 15 sekund bu yerga baqirsa bo'ladi. 15 sekund bu yerga va 15 sekund peshonaga. Doimo rioya qilinglar. Sababi yuzni to uni yumshatib ichidagi kirini olib chiqish uchun penkaga ozroq vaqt kerak. Просто deb yuvsalaring yuzingni travma oladi, sizlardan xafa bo'lib qoladi. Yuzimiz tayyor. Endi yuzimizni yaxshilab suv bilan yuvib tashlaymiz. Unutmanglar, suv bilan yuvish juda ham muhim. Просто emas, yaxshilab yuvish kerak. Men bundan shunaqa katta rol o'qirib qolaman. Sababi yuzimizda deyarli hech kim sochiq ishlatmaydi yuz uchun. Ularga ham o'sha narsani o'rgatganman. Bu zo'r narsa, ishoninglar. Sochiqdan ko'ra yuzni mana shunaqa qilib odatlaninglar. Mana qilinglar. Chunki yuzinglar sinadi, yuzinglar travma oladi. Agar muammoli bo'lsa, undan battar bo'ladi. Shuning uchun prosta olib bo'ldi. Jaydaricha hut bo'ldi-da, lekin